Assalomu alaykum. Radio obunachilar hamda internet tarmog'i kuzatuvchilar. Hurmatli obunachilar, bugun shanba 15-mart 2025-yil Andijon viloyati Xo'jobod tumaniga ham yetib keldik, hayvon bozoriga. Bu yerga birinchi marta kelishimiz. Qo'ldan kelgancha syomkalar qilamiz. Video davomida hatto kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Allohga shukr 500 tadan o'tdik. Hurmatli obunachilar, 1000 ta bo'lishga o'z hissalaringizni qo'shinglar. Undan-da ko'payishga ham o'z hissalaringizni qo'shinglar. Yangi kanal oldim. Uni ham nomini Vodolix deb qo'ydim. O'sha kanalga ham o'tib adresha qorasizlar degan umiddaman. Hurmatli obunachilar, uni silkasini opsiyaga qoldirib qo'yaman. Endi ko'p vaqtinglarni olmaylik, videoni olishda davom etamiz. Ena bolamol, bolasi xunajin. O'zimizni jaydari mollardan. Orqa taraflari bolasi. Mana. Narxi 26 million ekan. Aka, yebishlar joyidami? Garantiyasi bor-a? Nechta suti bor aka? Birinchi tug'ma bola temayapti. Birinchi tug'ma bolasi yeb berdinglar. Bo'ldi. Sog'ban ko'rmadinglar-a? Sog'ban ko'rmagansizlar. Yo'q. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, sog'ib ko'rilmabdi ham, birinchi tug'ma ekan. Olarman, akamiz uydagilarga bersa, qanaqa buni? Yuvoshmi? Yuvosh aka. Sog'ish yuvosh-a? Bo'ldi. 26 milliondan kami bor, bozor nechta qildi? 19 million qildi. 19 million 200 qildi. Bermadingiz. Ablar. 2 kilo ma'lum bor bitta. Nomeringizni qoldirib qo'ysa bo'ladimi? Aytavering. Telefon nomerlari 50lik 008 10 31 nomerlariga ismingiz? G'anijon aka deb murojaat qilaverasizlar. Keyingi yana bolamolimiz. Bolasi Unajin. Mana. Yelinlari yo'g'onachilar. Zot qanaqa desa, aka Shvedga gibrid deyapti, enasi ham, bolasi ham. Aka yebishlar joyidami? Aka bersa joyida. Nech pul deyapsiz? 25 million deb. 25 million deyapsiz. Olarman akamiz nech pul qilyapti? Olarman akamiz nech pul qilyapti? 2 million so'rayapti. 22 million? Bo'ldi. 25 million so'm kami bor ekan. Hamma yo'g'iga javob beryapti. Sementalga Shved gibrid molimiz. 15 ta sutga olaversin deyapti. Bolasi Xunajin. Mana. Usiga. Aka yebishlar joyidami? Hamma yo'q zo'r. Hamma yo'q zo'ra. Tepperim sog' ekanda? Yuvosh-a? Qadr qildingizmi? 40 million so'm kami bor ekan, hurmatli obunachilar. Bolasi Shved Novos, enasi esa o'zimiz jaydari mollardan. Aka yebishlar joyidami? Joyida. Sog'ish qanaqa? Tepedimi? Sal. Odamlar ko'pligi uchun naqlyapti mana. Bolasi bor. Novos. Aka nechta suti bor? Suti nechta? 5-6 litr suti bor aka. 5-6 litr suti bor. 5 ta yo'laversin ekan unda. 5 ta olaverasizlar. Vodolix aka. Nech pul deyapsiz yana bolani? Buna bolani 27 million deyapti. 27 million kami bor, bozor qildimi? Bolasi qilyapti. Bo'ldi. Ko'p savol yutmadik. 27 million kami bor ekan, hurmatli obunachilar. Mana yebishlar javob aka. Yebishlar javob. Bir hafta sinovi bor. Bo'ldi, bir hafta sinovi bor. Bolasi Semental Novos. O'zi enasi esa o'zimizni jaydari mollardan. To'g'ri yebishlar joyidan. Yebishlar joyida. 6 kilo 2 bola.
6 kurak, ikkinchi bola bir hafta sinovi bor deb ichiga. Nechta suti bor? Suti 8 ta. 8 ta suti bor. Bo'ldi. Sog'ishlari qanaqa? 10 chap demay sag'oradi. Bo'ldi. Mana yuvosh sog'ishlari mana 10 chap demay bemalol sog'irasizlar deyapti. Nech bilyapsiz? Buni 25 million kami bor. 25 million so'm kami bor, a? Kami bor. Bozor qildimi? Hozir 23 beriyapti. 23 million berdi, bermadingiz. Bermam. Bo'ldi. Bozoringiz. Ena bola jaydari o'zimizni mollardan. Bolasi Xunajin. 8 ta suti bor, 8 taga olaversin deyapti. Aka yepishlar joydan? Bir hafta sinovi bor-a? Sog'ish qanaqa? Zo'r, o'ta ham. Tepedimi? O'zini ham qo'ymaydi. Bo'ldi aka mana. Nech bilyapsiz ena bolani? 18 million 500 ming kami bor. 18 million 500 ming kami bor. Bozor qildimi? Nech pul qildi? 2 ham 16. 15 million 800 ming qildi. Hurmatli obunachilar. Hozir endi aylantirib ko'rsatib qo'yamiz. Ko'ringlar. Hali kure yormagan xunajinimiz 6 oylik, 2 kure yo 4 kure deyapti. Rossiyadan kelgan ekan, zot qanday siz Rossiyadan keldi deyapti. Bilganlar kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Ikkalosi ham birinchi bo'g'oz ekan, birinchi tug'mas ekan. Qizilimiz esa 7 oylik, oq ola esa 6 oylik xunajinlar. Yepishlar joydami? Zo'r. Bir hafta sinovi bormi aka? Nech puldan deyapsiz bularni? 30 million kam bor deyapmiz. 30 milliondan. Ikkalosini 60 million so'm. Kam 30 million so'mdan kam bor ekan, 60 million so'm. Bozor qildimi? 23 dan qilishyapti. 23 milliondan 46 million qildi, demadingiz. Uni ustiga qancha? 50 ga ketami unda? Jinda bor. Necha bor? 50 ham qo'shadi. Bo'ldi, bozoringiz bersin. Akalar yana bir bor eslatib o'tamiz, zotini bilganlar kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Hurmatli obunachilar, qadrdonlarim, 7-chi tug'ish ekan. Yepishlar joydami? Bir hafta sinovi bor-a? Bir hafta sinovi bormi? Yeb ichishga bir hafta sinovi bormi? Bo'ldi. Nech pul deyapsiz? 12 million qilyapti, lekin bermayapti. 12 million? Yoki O'zinglar nech pul deyapsizlar? mana bundan savdo qilyapti. Kim so'rayapti? Bu egasimi bu? Assalomu alaykum. Molni nech pul deyapsiz, tog'a? Oldimi? Men ko'p aytib qo'yapman lekin. Bo'laveradi, aytavering. 20 million deyapman. 20 million deyapsiz. Kami bor. 20 million kami bor ekan, bozor 12 million qilib bermabdi. Hali kure bo'lmagan 3-chi tug'ishi o'zimizni jaydari qora mollardan. Yepishlar joydami aka? Yevishagi Bo'ldi. Bir hafta sinovi bor-a? Bo'ldi. Tuqqanlar yuvoshmi? Bosh aka, Sog'ishlari ham yo'q joydan? Bo'ldi. Bo'ldi. 7 oyda o'tgan bo'g'oz. 7 oydan o'tgan bo'g'oz. Nech pul deyapsiz? 13 deyapsiz kami. 13 million so'm kami bor. Bozor qildimi? Hozir 11.5. 10-11,5 qilyapti demayapsiz. Hay, bozoringiz bersin. Yaqin qilib aytib qo'ysiz o'zi. Hurmatli obunachilar, baraka bo'lgan xunajin mana. Ma'lumotni so'rab surishtirmadim. Narxi 14 million 800 mingga baraka bo'libdi mana. Yo'q, molingiz qanaqa yo'q. Bo'ldi, qo'ying tog'a, qiynalmang qo'y. Xo'p. 5 oylik bo'g'oz, birinchi tug'ishi, yosh xunajin, hali kure yormagan. Yepishlar joydami tog'a? Bir hafta sinovi bor-a? Bo'ldi. Nech pul deyapsiz? 15 million. 15 million kami bor. Bozor qildimi? Bozor qildimi? Ha, 12 million. Hoji bu, Nech pul qildingiz aka? 12 million qildingiz-a? Bo'ldi, 12 million qildi mana. Mana shu xunajinimizga. 9 oylik qonida birinchi bolasi. Shved, 2 kurak. Yepishlar joydami aka? Yeb sham yo'q. Bir hafta sinovi bor-a? Nech pul deyapsiz? 21,5 bermayapti. 21,5 millionga bermayapsiz. O'zi nech pul deyapsiz? 25 million. 25 million so'm kami bor. Yepishlar joyida.
Tuşlarini ham ko'rishinglar mana obunachilar. 3-sini tuqqan hozirda qisir xunajinimiz. Mana 14 million so'm kami bor deyapti. Akamiz 13 million 600 ming qildi. Mana yaqin qilib aytib qo'ydi. Yepishlar joyda bir hafta sinov bor, bo'ldi. Aka bering, aka mana. Men istarab bo'l, akamga aytdim, ma'qul qo'shtiryapmiz. Yo'q, Allah nasib etsa Siz o'z naviza qilib 13 ming sotdim deb. Aka o'rtada qilinglar. 17 bo'lmaydimi? Bo'ldi mana. Tak, egasi kam gap ekan. To'g'risi 3 marta gapirib gap ola olmadim. Ulardan akadan o'zidan so'rab ko'rdim. Ikkalosiga 32 million 200 ming qildi mana. Ma'dan turib video gaplarimiz bor. Eslatib o'tamiz, hurmatli obunachilar. Qo'rontepa Qo'rontepa Xo'jaboddamiz. Xo'jabod hayvon bozoridamiz. Olti kurak, ikkita tuqqan, hozirda qisir molimiz. Yepishlar joyidami aka? Bir hafta sinov bor-a? Bo'ldi. Tuqqanda sog'ishlari qanaqa buni? sovuq ko'rmayapmiz. Sovuq ko'rmagan. Tirishkili shekiliga. Bo'ldi. Tirishkili aka. Nech pul dedik? 15 million kam bor. 15 million so'm kam bor, bozor qildimi? 100 ga 12 beradi. 11 million 900 ming qildi. Bu, bermadi. Toshkent parodi ekan. Bir yashar bo'zay. Bir yashar bo'zak. Oyoqlari yo'g'on zonaga. Bo'ylari baland. Bo'ylarini olay desam, metrim batarkasiga olib qo'ygan. Nech pul deyapsiz aka? 20 million. Kami bor. Bozor qildimi? 15 million so'm qildi. Yepishlar joydan? Bo'ldi, bir hafta sinov bor aka. Bo'ldi, bir hafta sinov bor aka. Ikki kuri hali tug'magan xunajinimiz ekan. 29. 16 million 500 ming kami bor ekan. Xo'p, 14 million so'm qildi. Aka, nech pulga baraka bo'ldi? 14 million 500 mingga baraka bo'ldi. Bir pasda baraka ham bo'lib ketdi mana. Hurmatli obunachilar, jupiga mana. Xunajilarimiz qisir baraka bo'ldi. 29 millionga baraka bo'ldi. 29 millionga mana baraka bo'ldi. Hurmatli obunachilar, baraka bo'lgan ikkita mo'ykalos-a? Mo'ykalos mana. 29 millionga baraka bo'ldi. Yosh xunajilarimiz. Xo'jaboddan gapiramiz. Mana. Ikkitasi bitta kamzuzdan ekan. Oyoqlari semiz, yaxshi. Aka, kuray olmagan hali? Yo'q, O'zi. Nech pul deyapsiz? 13,5 deyapman. 13,5 milliondan 27 million so'm. Kami bor. Bozor qildimi? 23 million. 23 million qildi jupiga. 11,5 milliondan. Ha, 12-11 qilyapti. Ha, 12-11 qilyapti. Ha. Yepishlar joydami? Bir hafta sinov bor aka? Bo'ldi, bir hafta sinov bor. Qora xunajinimiz. O'zimizni jaydarilardan shekilga. Yepishlar joydami aka? Hamma xo'jalik. Ham bir hafta sinov bor-a? Hamma xo'jalik. Olarman tog'amiz 12 million 400 qildi. Sotarman akamiz o'zi nech pul deyapsiz desam, sal yaqinlashib qoldi deyapti. Mana, obunachilar. 10 million 900 ga beradi. 10 million 900 ga